Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar hamda yurtimiz mehmonlari. Ma'lumki, so'nggi yillarda dunyoda zilzila bilan bog'liq favqulodda vaziyatlar sodir bo'layotganligi va natijada odamlarning tan jarohati olishi, vafot etishi, halokatlari afsuski uchrab turibdi. Bunday vaziyatlar ijtimoiy va iqtisodiy sohalarga keng ko'lamli talafot yetishi, davlatlarga katta miqdorda moddiy zarar yetkazmoqda. Shu sababli fuqarolarning zilzila bilan bog'liq favqulodda vaziyatlarga tayyorlash muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu yo'nalishda davlatimiz rahbari tomonidan so'nggi yillarda bir qator normativ me'yoriy hujjatlar qabul qilindi va ijrosi ta'minlanmoqda. Mazkur me'yoriy hujjatlarda har yili 2 marotaba aholini zilzilaga tayyorlash haftaligi o'tkazilishi belgilangan. Shu sababli joriy yilning 5-may kunidan 11-may kuniga qadar Toshkent viloyatida barcha tashkilot va idoralarda, mahallalarda aholini zilzilaga tayyorlash, zilzila vaqtida to'g'ri harakat qilishga o'rgatish tadbirlari o'tkazilmoqda. Ma'lumki, zilzila tabiiy ofat bo'lib kutilmaganda sodir bo'ladi. Fuqarolarimiz zilzilagacha bo'lgan qoidalar va zilziladan so'ng qanday harakat qilish bo'yicha muhim qoidalarni bilishlari o'ta zarur. Har bir oila o'z yashash uyida xavfsiz joylarni avvaldan belgilab olishi, zilzila vaqtida qanday tartibda uyni tark etishi oila a'zolariga tushuntirgan bo'lishi lozim. Zilzila sodir bo'lganda imkon qadar baland bino va konstruksiyalardan uzoqroqlarda bo'lishga hamda ochiq joylarga qarab harakatlanishlari talab etiladi. Ko'p qavatli uylarda uylarning burchaklari, stollarning osti xavfsiz joylar hisoblanadi. Barcha tashkilot va idoralar rahbarlaridan obyekt fuqaro muhofazasi boshlig'i sifatida haftalik doirasida turli tadbirlar, o'quv mashqlari, davra suhbatlari o'tkazilishini so'rab qolamiz. Hurmatli fuqarolar, barchangizdan aholini zilzilaga tayyorlash haftaligida faol ishtirok etishingizni so'rab qolamiz. Zero oila a'zolaringizni turli ko'ngilsizliklardan va baxtsiz hodisalardan asrash o'z qo'lingizda ekanligini unutmasligingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.